Nima bo'ldi? Mer nima bo'ldi? Ben izmirtlar, ben izmirtlar lavaga tushib ketdi. Nima? Lavaga tushib ketdi, shu lavaga tushib ketdimi? Ben izmirtlar bilmasdan lavaga tushirib yubordim. Nima? Hammasini lavaga tushirib yubordim. Bitta ham qolmadimi? Yo'q, bilmasdan. Men hozirroq adminga aytmasam bo'lmaydi. Yo'q, iltimos aytma. Iltimos, bilmasdan qilib qo'ydim. Qanaqa bilmasdan qilib qo'ydim? Adminga aytaman. Sabah iltimos aytma. Aytma iltimos. Yo'q, aytaman. Iltimos. Yo'q, aytaman. Tushunmadim. Mer lavaga hamma izimlar lavaga tushirib yubordi degani aytma deydi. Yordam. Yana kimga yordam kerak ekan? Qo'shni qaraysiz. Iltimos yordam ber. Tiqilib qoldim. Xo'p, hozir yordam beraman. Hozir o'zi nima bo'ldi senga? Menga oq qishloq aytgandi. Mana bu shokoladli joy degandi, mana bu shokolad degandi. Hoji, qilgan qisatma shu shokoladmi? Ko'rmayapsanmi? Bu axir axlat-ku axlat. Nima axlat? Men buni shokoladni o'ylabman. Voy bunchalik ulug' bo'lasanmi? Sen o'sha katta odam bo'lsang, shunaqa gaplar ishonib o'tirasanmi? Men qayerdan bilib o'tirman? Iltimos hechimga aytma. Mayli, aytmayman. Mayli, xayr. Bola shunaqa ham jinnot. Aniq aytib qo'yadi. Men bilaman, Husoboy. Bilasan deyishini bilaman. O'sha nima qilsa bo'ladigini, Husoboyni nima qilsa bo'larga aniq aytib qo'yish kerak. Men bilaman, Husoboy doim shunaqa. Doim xabar aytib qo'yish mumkin. Baribir ehtiyot bo'lishim kerak. Mayli, nima qilsa bo'ladi? Mayli. Keyin o'ylarman, men uyimga ham ketdim. Kecham bo'lib qoldi. Juda ham charchadim bugun bola. Juda ham ko'p ish qildim. Bunchalik odam ko'p ish qilmaydi. Ozgina uxlasam hech narsa bo'lmaydi. Endi maza uxlaymiz. A few moments later. Husoboy. Nima bo'ldi? Husoboy, bu yerda nima qilyapsan? To'xtal. Men qayerdaman? Tushunmadim. Bilmadik. Biz kelsak shu yerda degan. Nima? Mana buni buzaylikda. Men tushunmadim. Men qayerdaman? Nega bu yerdaman? Qani mening uyim? Bilmadik. Buni aniq siz qilgansiz. Yo'q, men qilmadim. Bo'lmasam kim qildi? Bo'ldi. Albatta sen qo'shni. Siz aniq qilasiz. Bu hammada kutsam sen kutmaganim. Yo'q, men qilmadim. Hech narsa qilmadim. Uyimda o'tganman. Aldama. Men bilaman, kecha aytmasligim uchun. Yo'q, hech qilmadim. Aytma dedim-ku. Bo'pti. Короче, lekin kim qildi bo'lmasam? Siz ham qilmagan bo'lsangiz, men ham qilmagan bo'lsa, kim qildi bo'lmasam? Vashshi tushunmay qoldim. Ikrovatim paydo qoldi. Tepada teshik bor ekan. Oppa. Tepaga yetmayapman-da. Qanday nima qilsam bo'ladi? Iltimos yordam beringlar bironta. Biz qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Nima hech narsa kelmaydi? Qanday chiqaman bo'lmasam? Qanday chiqsam bo'ladigina? Sekin ko'rsam bo'ladi. O'tolmayman, aniq bu yerdan o'tolmayman. Qaranglar bo'lib. Menimcha vashshi teksam o'sha bo'ldi. O'laman buni. Aniq o'laman. Bu ishda kim qilgan bo'lishi mumkin? Vashshi tushunmayapman. Mer, iltimos, menga bironta yordam bering. Qanaqa bo'lsa ham bo'laveradi. Bironta omborxonadan bironta narsa olib kelmaysizmi, iltimos? Mana buni buzib ko'ramiz. Mayli, hozir olib kelaman, Husoboy. Rahmat. Xo'sh, menimcha bunda aniq buziladi va yo'q. Lazerdan prosto lazer. Tushunmadim nimaga lazer buzilmayapti. Tushunmayapman. Tutsam ham buzilmayapti, vashshi buzilmayapti. Tushunmayapman. Vashshi. Nima qilsam bo'ladi? Vashshi tushunmayapman. Bu ishni o'zi kim qildi? Vashshi tushunmayapman. Kim qilgan bo'lishi mumkin? Bola, men yangi kemagan qarayli bu yerda tayini chiqsam bo'ladi-yu, mana bu ko'rmayapsanmi? Oddiy yer bo'lib turibdi.
menga qarama yomon. Ko'zlaringni men otib o'ltiraman. Hozir bussam aniq bo'ladi. Ha? What the fuck? Bolalar? Nimaga buzilmayapti? Bu ishni kim qilishi mumkin a? Vashshi qarang bo'l. Desam ham buzilmayapti. Qarang yer. Voy. Kim qilgan bo'lishi mumkin a? Vashshi buzilib bo'lmayapti-yu. Bu ishni kim qilgan bo'lsa? Qochinglar. Qishloqlarga nima bo'ldi? Bu ishni men qildim. Stave? Endi bu qishloqda men xohlagan ishni qirsam bo'ladi. Sen esa bu yerda qolmay o'tiribsan. Tushunmadim. Yaramas. Sen shunga kirgan ekansan-da. Men shunga seni qovib qo'ydim. Endi men xohlashimni qirsam bo'ladi. Sen esa shu yerda o'tiraver. Qari, yaramas ko'rsataman. To'xta. Nima qilsam bo'ladi? Bola nima qilay? U xohlagan ishini qilyapti. Qaranglar, bola. Men siz u qishloqni portlatib, bir narsa qiladi. Aniq. Menda avtomat bor-ku oxir. Avtomat bo'lsa, demak, men hozir boylayman va uni o'ltirish kerak. Ha va opa. Yo'q. Hozir tegish. Opa. Ot. O'ldirdim bolalar. O'ldirdim. Bola o'ldirdim. Qo'lil, oxirgi zonalar. Bola o'ldirdim. Yes, o'ldirdim bola. Bola, qishloqlar chiqaveringlar, uni o'ldirdim, bo'ldi bola. Endi qaytib kelmaydi. Husoboy, Stave qani? Stave, endi hamma portlatmoqchi bo'lganda men uni o'ldirib, qishloqimni saqlab qoldim. Yaxshiyam avtomat berganing, mer, rahmat sizdan. Yaxshilab beribman-a? Ha. Buni endi qanday ochsa bo'ladi? Benim tushunishimcha bu kodlangan. Hozir men buni qidirib buzsam, ana ochilishi kerak menimcha. Hozir buzib ko'raman. Yaxshi bo'lardi, tezroq buzinglar iltimos. Men tezroq chiqib kelyapti, bu yerda turib, charchab ketdim. Bu yerda tura olmayman. Menimcha bu yerda ko'p bir o'rib qolib ketmasam kerak har holda. Tezroq iltimos. Hozir yo'q. Mana Husoboy chiqaver endi. Ochdi bo'ladi. Rahmat. Bu yerda turaverib, belarim qotib ketdi. Rahmat, mer, iltimos. Siz ayblanganim uchun men ming bor uzr. Ikkalangizdan ham ming bor uzr. Mayli, hech qisi yo'q. Yaxshim. Qaranglar, mayli, men xayrlashib olay, obunachilarimman. Bol o'zi ham o'ylayveringlar. Bugun qishloqni qutqarib qoldim va o'zim ham xavfda qoldim va o'zimni ham qutqarishdi. Bugun juda ham g'alati kun bo'ldi bolalar. Bola, video yoqqan bo'lsa obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar iltimos. Bu biz uchun juda ham katta motivatsiya va ko'proq video va sifatli videolar chiqarishga yordam bo'lar edi iltimos. Davay bo'pti. Kommentlarga o'z fikrlaringizni yozib ketinglar. Sizlar men Husoboy bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha.